Men tush ko'rdim. 2 kun bo'ldi. Men o'shani aytpayin degan, biroq aytgim kelib o'tadi. Aytmasam bir aytishim kerak bo'ladi. Bag'imdat mastinda payg'ambarimizning qabrin men chuqulab yurib boribman da. Anan Bag'imdat mastinda payg'ambarimizning qabrin chuqulab yurib boribman. Ochganda chop chariq bo'lib chiqdi. Adamlar gergili bu yoqqa kiramiz. Как bu yoqqa kirsam bir 5 ga kirib turganday ko'rinib o'tadi da mengachi. Nur to'ltiradi. Anan bir malda qarasam, bir iki adam kelib, anan girib ketsa men oyun chiqdi. Bular gelip payg'ambarimizning qabrindagi to'proqlarni urdashadi, bularni girgizbe deb menga biri aytdi-da. Ana qarasam, iki seldorongon cho'ng-cho'ng sheyxlar kelib aytishdi. Ana biroq yüzlaridan nuri yo'g'rar ekan. El menen qo'shilib girgizib o'tam, ellerim bor. Bu yoqqa girgile, men eldirga aytdim. Payg'ambarning qabri son bo'ldi, shuga girgile deb nur chachirab turib, jirg'ab, kimdir rohat olasan. Anan ün chiqdi, o'sha lo'kka kirsa, jana qabrning to'proqlarini urdayt, bularni girgizbesh kerak dedi. Dandan keyin men o'sha yerda tosdim. Tosib o'kon aytdim, sizlar girgizinglar bo'lib aytgan, bo'ldi, tuğanda javoq bo'ldi deb, barini ketirib aytdim, bularni ketirdan qolganlarini girgizem deb tosib atamchi. Anan tosib bitona janaga jarıqni japdim qadimkiday. Janagalar girgizbeyin. Bular girse to'proq urdab keçiday bo'lib ketgan. To'proq urdalsa janaga jarıq nur urdalib qolchiday sezildi mengachi. Anan japib tosib bitona uf deb salib qolgandan keyin cho'chib ketibdi. O'sha tushimda tush bo'lib attir ekanda. Anan jirg'al qarga boribman o Arkemede tosubuzga. Ana ben jirg'al qar shuni tush ko'rdim deb tushimda aytib o'tamagachi. Tush ko'rdim desam aytadi, siz degan tariqat bo'yicha, tasavvuf bo'yicha ko'proq saboqlarda aytib turganmilam. Bu yaxshi deb tushimda menga javob berib o'tadi. Tushim cho'chib ketib uyg'onib, mana qayroqtab ketib, qayrat tushimda ham taqvadan var javob tush kerak qo'yardi. Ana jirg'al qarg'asini deb aytib atgan ekan. Anan o'shandan beri men unday bir unday rahat olib hurmat. Menda cho'chib ketdim boshimdan. Ne degan? Payg'ambarning qabrini chuqurlab olsam yaxshi emas-ku deb. Ana Abu Hanifani tush ko'rgan ertamidan tushda keldi. Mengachi shunday deb anan yaxshilikqa jorib, anan demak saboqlarimiz balkim payg'ambarimizga jag'ib atgan, Xudoga jag'ib atgan, buni kitobning fazilati degan shunday bir o'y keldi. Antkeni maqtanish emas, biroq janaga fahaddis bi ni'mati robbika, Robbingning yaxshiliklarini ayt degan bapdan aytgim keldi hurmatli bir tug'an. Shunchalik jariq nur, shunchalik rahat Bag'imdat mastinda. Ana insam ana jana soat azon aytdi, demak Bag'imdat bo'ldi, ana Bag'imdatga turdi.